Yaxshimisiz do'stlar, men yondimman. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz bo'lsa, qiynoqsiz bilan mükü-mükülan o'ynab oxir ularni murabbaga o'zgartirgan qiz bolaning hikoyasi. Bosh personaj Fatih badaniga kul chekadigan, tamakini yo'l chekadigan, kechilab uyga kirmay yegani nil bo'g'icha ichadigan isl fazilatli qiz bola bo'lib, kichkigidan boshlab boy xo'jamga tegib olsam, nima qilaversa mayli deb tush ko'radigan sodda bir qiz bola. Mana bugun Fatih orzuga yetib, mayliga cho'ng boy Alexga tegadi. Jinim, odamlar ozg'u, mato'z yang'ima amdonimo. Ensirma jinim. Bu tip iş herkesin maksat emas. Senin maksatın livemde olsun, benim maksatim iğimde. Yürüge kalbimde. Maya qarang, kişmiş. Mahutun kaldısından ketmegen de, kaldız sahos toy qılam dedi da. Toyun tertiplik ötküzülüp atattı. Jiraқты bolsa bir qavziyat boğan mumay injiqlap olturattı. Kelenning qiynapsimi kelenni jiddiyleşip qamsın deb yeniq kelib ko'ngilni yasaydi. Jinim qizim, ziyon chekamsiz? Kechki jangda charchab qolmang bo'lmasa. Adamlar opa, şöyle yushi jungdan qayning ish qilsin bilmayman men. Adamlar hijlik qilib kechda jang bor deydi ya. Hey nadan Fatih, sen o'ylagan jang hargizmi o so'zlagan jang emas edi. U davatgan jang haqiqiy qonliq jang. Lekin sen o'ylagan jang qonliq jang be. Kesh bo'lganda hammamiz taqazolik bilan kutgan ko'rinishda chiqay deb turishga yigit tuyuqsiz to'xtab oladi. To'xtang jinim, mening cho'ng opam kelib qoldi. O'sh nima deydigansiz? Sizning ham cho'ng opangiz keldi. Chicagoda qarab turgan cho'ng opasi qiz o'g'ilni qattiq cho'shdi dedi. Amaliyotda Alexning jamiyati ko'ri chesh qolib damkisi boy o'g'an jamiyat bo'lib, jamiyatga kirgan har qanday bir yangi odam cho'qib urib qolgan bilan bir qo'l o'ynash shart edi. Nima deymiz? To'didu? Sajinxa? Nima deymiz endi? Ashundaroq bir. O'sh, ensirmanga jinim. So'rin dikida o'yin bo'lgan bo'lsa, men qiqqas yo'qdan chiqarib yetma. Mana o'yin boshlandi. O'ylamagan yerdan azaldan dovdi judov turib baxmagan Fatih, nim bo'ldikin tam bilmadim, men so'rashga yetnammadim. Ajoyib sisiq ko'rdim birini tatib oladi. Nima? Moko-mokodan? Ishdan xabarsiz turgan Fatih xo'shal bo'lib. Qaranglar. Moko-mokolanka. Dambo chishola o'ynaydigan bo'ldik. Dambo shishola. Qizim, o'yinning qoidasi bek oddiy. Siz mümkünsiz biz topamiz. Sizni tip basak. Qiynatanmazken unda sho's baldiraq deb qolasizlar. Mana o'yin boshlandi. Alexning dadisi saymonlarni ilib taqtishga boshladi. Mana, matom uzunni sizga beray. Olay xotinma inchik uzunni sana beray. Sizga makisiga yetib bashida. Amaliyotda bu da Fatihni tutib olsa hargizmi emas, balki bachko qilmoqchi edi. Uyan başılışı bilen hem adam Fatih'ini izleyişki çıkıldı. Fatih! Opa, özler bizden videonun özünden koptu. Oş, xalagancha o'zini qoldigan cho'ngdatsidan bo'g'mi ximika. Qısıldığı yerine kısalmagan Fatih Han mökünü vağa yerden çıkıp gidip uyak buyakta lal bula kılışına başlaydı. Hudun, ben, Şşş, yakınma. Hazır o açan miyedi poğacağınızı atıdı. Alex'den gibi tümüme turuplu şiraktan bir poğacağınızı çoğu, bunu böyle van. Benim malayının bir şey deyip malayının umutsuz şuydu. Ameliyatda ulanın məqsədi әргізмі Fatih'in tutuyla bir qilish emas, bəlkə Fatih'ni çoğuzıq 5 burca qıb bağlab qoyub, xənənə qılmaqçı idi. Canım, gepim qulaq sal. Ağlamayma, işten paypak yiyemeyme. Qoy, elim işten paypak yeginin çağlıq canım. Gepim qulaq sal. Hey, menin gepimni bir anlasangca. Hey, kallısını şəpərən toqulağan. Hey, menin gepimni anla davatime. Alex Fatih'i sen dərhal qaşqın. Qaşmısan qulaq seni tutub aldıqan bolsa, sen opqanı sen deyəm. Qəfləb uyqudan oyğanğan Fatih, həm də çoğunlar köməydi o çıxıraq giysəm kimnin qarı deyibla, kiyimlərini işitişik başlaydı. Meyəndi cissam çoğunqı buludu, əyəndi cissam moşun buludu. Oğurluq tımsıqlap çıqqan Fatih koridorunu çıxamaylı qinaqlarına yolqab qaldı. Qiqqas qız oldu bir görüb qaldım. Olam, mansaq mədim amininki. Geptek tügmey turib, nereden çıqqan saran xotin ketdan tatan qıb qaladı. Fatih o'z fursatni chin tutib kechib ketadi. Hamda bir action'ın Asterix saytdan action'ın rasmini Asterix saymanını ilib o'zini o'rnattirdi. Ko'ngzi shunda iydidir ki, qizlarning yomoni g'ayvatxo'r kelin, gepimni xato tushunma bu yovlen qilin. Der g'azabga kelgan Fatih, hatto sanji jonimi olmay, en chonchiga qarab yo'lga chiqdi. Hamda nihoyat tezlik birinchi qonni oldi. First Blood. İşladın xabar tapqan dadisi qattiq ranjiydi. O'lak bilan yosh vaqtimda 5ni, 10ni, 30ni uratdim. Ha? Siz bunda demagan-ku.
Onu azaytib, abrimini derhal tap. Taң atqış tapamısan, hemmemiz tügüşümüz. Durus, Momay to'g'ri aytdi. Alexning uydagilarini burun birisi qog'ib etgan bo'lib, o'yinda uqtirib etganlarni vaqtida yo'qitib etmasa, tong otganda oila bo'yicha hammasi yo'qolib ketdi. Qochadigan yerni topolmagan Poti o'di qildim qo'tonga kirib oldi. Hamda falokatli qilib o'rak ichib ketdi. Bu o'rak amaliyotda kelin bilan kuyovni ko'madigan o'rak bo'lib, Poti opamga opirib unda kelinchaklikni dabli chikatmoqchi bo'ldi. Hamda doim o'z yolg'iz qolganda ishlatib ko'ngan o'ng qo'li bilan sho'diga yomishdi. O'rakdan qochib chiqqan Poti Rishotga yiniq kelib, qattiq o'ksib yig'lab ketdi. Abla, ey tuala. Potining ig'riqini ko'taramay Rishotga tuyuqsiz uyurilib tushdi. Mana, semizlikning asqatlagan vaqti borda. O'rin tasdiq qilib chiqqan bechara Potining nerdan kelgan bir qiyri buzib kelib, yagi besib oldi. Ya, qatmag'ayo. O ne qatsiz. Mani men qaraq mani. Yey be kichikka. Poti qiyri buzuqning qochdi. Shikkini qo'yib mashinasini bulab qochdi. Lekin bu mashina yerim yo'lda to'xtab kelib, Potini yana tutib oldi. Hamda musiqani o'ligidek chin qo'yib uyga qarab yo'lga chiqdi. İselle. Oyna. 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 Yaşa, yürekdeydi. Ala ila li. Bir peşva bilan mashina to'xtatib etgan Poti yana qochib ketdi. Lekin nereden daha sarsıyorsun? Alex'ning aksi Tony yana tutib oladi. Of. İşte, Qacha işte. Muku mu? Ya bu didi şamı. Bana ko'zni yumib ochqich tomoq yeydigan vaqt bo'ldi. Hammaylar qo'llarini yuyishib, ko'zi o'pchirisiga yig'ildi. Men ikki qizga qilay, ha. Kep qaptoq so'rang'a. Ama Tony mi quruq kelmabdi, so'rang'a qizlarni kepdi. Yaxshi tinishib qoldi, qizishib deyli. O'sha tuyuqsiz hammaylanga yana akaga musaddas ziyon qilib ketdi. Ey, quruq isimish tabolda emasmi? Fursatni ko'zlagan Poti xuddi jon kirib qolgan dopanchidek sakrab qo'yib ketdi. Amaliyotda bu Tonyning qildi bo'lib, u Potini qutqizib qolmoqchi edi. Lekin Tonyning ayoli chidamay, "Sen erimni chiqarib solding, erim mayna to'p ketdi" deb erini naq maydonda lohiy qildi. Alex bo'lsa opsi bilan Potini jangga qo'yib, "Qaysinglar ussanglar shuning gibi hisoblab, bir chetda joy yo'q" deb o'tdi. "Xo'p, sening ras. Sening ras bo'lsin, sening ras. Mening ras bo'lsin, sening ras. Sening ras olmay, kimning ras? Lekin sen nemishki kavran qilsa, kavranga uyushdim bu. Unda qilmasa olmanda. Ko'pchilik Potini jo'zg'i besilib, bu qizning chechini kavran qilmay nay qo'yib deyli deb turishga tuyuqsiz tong etib ketadi. Ko'pchilik qo'rqindan ko'zlarini ocholmay qoladi. Chunki tong otganda ular Marina murabbosiga o'zgarib ketadi. Ishning bo'lmaganligini his qilgan bo'lmay, polsini ko'tarib shundoq voqirishga Van qildi. Marina murabbosiga o'zgarib ketdi. Mana hikoyamizmi tugadi. Poti bo'lsa to'y qilganida kekirtekkicha joq to'ydi. Hamda bu daqiqadan denzan ko'nfoq g'allog'ila tegma degan